Har yili dunyoda 100 millionlab tonna plastik chiqindilar paydo bo'ladi. Ularning eng katta qismi oziq-ovqat idishlaridan qoladi. Bu muammo bizning hayotimizni cheklab o'tmaydi. Biz iste'mol qilayotgan plastik idishlar 100 yillar davomida tabiatni ifloslantiradi. Kaloriyalida aksincha biz umuman boshqa yo'lni tanladik. Plastik o'rnida ekologik toza, tabiatga zarar keltirmaydigan bambuk idishlar. Bugun men sizlarga kaloriyali restoranimiz, bizning g'oyamiz va maqsadimiz haqida gapirib beraman. Kaloriyali oddiy ovqatlanish joyi emas. Bizning maqsadimiz insonlarni sog'lom ovqatlanishga o'rgatish va tabiatni asrash. Bizning idishlarimiz 100% ekologik toza mahsulotligi haqida xalqaro sertifikatga ega. Bizning idishlarimiz tabiiy mahsulotlardan yasaladi, tez parchalanadi, sog'liq uchun ham xavfsiz va eng asosiysi tabiatga zarar yetkazmaydi. Bizning menyuda ham sog'lom turmush tarziga moslab tuzilgan har bir taom tarkibida tabiiy yangi mahsulotlar ishlatiladi. Sabzavot, meva, oqsil manbalari barchasi muvozanatli. Bunday yondashuv nafaqat insonlar sog'ligiga, balki atrof muhitni himoya qilishga yordam beradi. Chunki bir dona bambuk idishi 3 oyda parchalanib ketadi. Plastik idishlar esa 100 yillar davomida chiqindi sifatida qoladi. Kaloriyali o'z faoliyati bilan barchaga o'rnak bo'lishni xohlaydi. Toshkentda ekologik idishlardan foydalanish asta-sekin kengayib bormoqda. Bu esa yaxshi alomat. Xulosa qilib aytganda, kaloriyali nafaqat o'zining mazali taomlari bilan, balki insonlar va tabiatga bo'lgan foydali yondashuvi bilan ajralib turadi. Agarda siz ham sog'lom ovqatlanish va tabiatni asrash tarafdori bo'lsangiz, bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash juda ham muhim. Bir dona bambuk idishi bilan ham kelajakka o'z hissamizni qo'sha olamiz. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Keling, sog'lom hayot va sof tabiat sari birgalikda qadam tashlaylik.